Hammaga assalomu alaykum. Bugun qaynonam keladilar. Keling birgalikda uylarni tartibga keltiramiz. Desam, plissos ishlamay qolsa bo'ladimi? Xo'jayinim ham buni o'xshata olmadilar. Keyin Munis savdo do'koniga boramiz deb, bu yerda barakali kun aksiyasi bo'lyapti deb meni u yerga olib ketdilar. Munis savdo tarmog'ining O'zbekiston bo'ylab barcha filiallarida 3-dekabrdan 10-dekabrga qadar barakali kun aksiyasi bo'lyapti ekan. Aksiya davomida do'kondagi barcha mahsulotlarni bozordan arzon narxda, ya'ni zavoddan qanaqa narxda chiqqan bo'lsa, shu narxda xarid qilsa bo'lar ekan. 2,45 million so'm narxda sotilgan Avalon plissosini aksiya narxida 1,482 million so'm evaziga xarid qildik. Aytgancha mahsulotning 50% ga to'lov qilib, qolgan 50% ni hech qanday foizlarsiz 3 oydan 12 oygacha bemalol bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Mahsulotlarning arzonligini ko'rib, qaynonamni chiroyli qilib uyda kutib olay deb, mana shu stollarni ham xarid qilib oldik. Uyga kelgandan yangi plissosim bilan darhol hamma yoqni toza qilib oldim. Bu plissosni ishlashiga qaranglar. Stollarimizni joylashtirib olib, darrov dasturxon tuzashga o'tib ketdim. Yaxshiyam bugun eski plissosim buzilgan ekan, bo'lmasa shuncha narsadan quruq qolarkanman. Sizlar ham bu aksiya haqida tezda tanishlaringizga xabar beringlar.